Assalomu alaykum. Sizlar bilan oxirgi bor 2025-yil yakunlari bo'yicha dekabr oyida uchrashgan edik. Oradan vaqt o'tib 2026-yilning birinchi choragi ham yakunlandi. Ya'ni yanvar, fevral va mart oylarida amalga oshirilgan ishlarimiz, qo'lga kiritilgan natijalarimiz va yutuqlarimiz haqida sizlarga qisqacha hisobot beramiz. Speak Out haqida eshitganingiz, unda 2 o'quvchi g'olib bo'lib Dubay yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. U yerda har xil davlatlardan kelgan tengdoshlari bilan birgalikda ingliz tili intensiv kurslarini tamomlashdi va albatta amillikning diqqatga sazovor joylarida sayohat qilishdi. Yanvar oyining oxirida o'quvchilarimiz milliy sertifikatlarni qo'lga kiritishdi. Bu natijalar ularning mehnati, ustozlarining fidoyiligi va tizimli ta'lim jarayonining yorqin samarasidir. Fevral oyida maktabimizning eng yirik va eng qiziqarli tadbirlaridan biri dunyo bo'ylab 180 daqiqa bo'lib o'tdi. Ushbu tanlovda Gretsiya jamoasi, ya'ni bizning sinfimiz g'oliblikni qo'lga kiritdi. G'olib sifatida biz Buxoro va Samarqand shaharlariga sayohatni yutib oldik. Tez orada ushbu safardan ham sizlar uchun maxsus kontentlarni tayyorlaymiz. Kuzatib boring. Shuningdek, ajdodlarimiz Alisher Navoiy va Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topgan kunlari alohida ehtirom bilan nishonlandi. Ushbu sana munosabati bilan ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar o'quvchilarimiz tomonidan tashkil etildi. Ularning boy merosi yana bir bor yodga olindi. Navbatdagi yangilik, Последний герой tanlovimiz eng qiziqarli bosqichlardan biriga yetib keldi. Yangi sinovlar tez orada boshlanadi. Har bir yangilikni kuzatib boring. Yana bir muhim yutuq. O'quvchimiz Zaynura biologiya fanidan milliy sertifikatni A darajada qo'lga kiritdi. Keling uni o'zidan qisqacha eshitamiz. Zaynura, поздравляю тебя с таким результатом. Как ты готовилась к такому достижению? Я просто готовилась регулярно, занималась почти каждый день, постоянно слушала советы от учителей и просто работала над собой. Что тебя мотивировало? Наверное, цель. Я изначально знала, чего я хочу добиться, и, конечно же, постоянная поддержка со стороны учителей и родителей, которая мне помогла верить в себя и не сдаваться. А какой совет ты бы дала другим ученикам? Я бы сказала, не откладывать и не лениться, и самое главное, лучше понемногу, но каждый день, и постоянно верить в себя. Спасибо большое за интервью. Aytgancha, siz bizning serialimizning ikkinchi qismini ko'rdingizmi? Agar hali ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tomosha qiling, chunki yaqin kunlarda keyingi qism suratga olish jarayonlari boshlanadi. Mart oyi ham biz uchun juda faol va voqealarga boy o'tdi. 8-mart Xalqaro xotin-qizlar bayrami, 21-mart Navro'z bayramini ko'tarinki kayfiyatda nishonladik. Farg'ona filialimizda sumalak partisi tashkil etilib, barchada unutilmas taassurotlarni yodda qoldirdi. Bu yilgi bitiruvchilarimiz allaqachon o'z kelajaklari sari muhim qadam tashlashdi. Ulardan aksariyati oliy ta'lim masalalarini hal etishdi. Jumladan o'quvchimiz Saidafzal Yaponiyaning EP universitetiga qabul qilindi. Keling uni o'zidan qisqacha ma'lumot olamiz. Saidafzal, sizni bu yutug'ingiz bilan tabriklaymiz. Rahmat katta. Yaponiyada o'qishni qo'lga kiritish jarayoni qanday bo'ldi? Bu uzoq va mas'uliyatli jarayon bo'ldi. Men ko'p tayyorlandim va ustozlarimning yordami juda katta bo'ldi. Nimaga aynan Yaponiya? Yaponiya ta'lim tizimi va texnologik rivoji meni juda qiziqtirdi. Shu sababli men shu yo'nalishni tanladim. Kelajakdagi rejalaringiz qanday? Yaxshi mutaxassis bo'lib, o'z bilimlarimni amaliyotda qo'llash va yurtimga foyda keltirishni xohlayman. Intervyu berganingiz uchun rahmat. Yaponiyada sizga omad tilab qolamiz. Arigato. Oy yakunida o'quvchilarimiz bizni yana bir bor xursand qilishdi. SAT va milliy sertifikat natijalari a'lo darajada qayd etildi. Shu davr mobaynida boshlang'ich maktabimizda ham turli qiziqarli tanlovlar va tadbirlar o'tkazildi. O'quvchilarimiz nafaqat bilim va balki ijodiy, jamoaviy ko'nikmalarini ham namoyon etishdi. Shunday qilib 2026-yilning birinchi choragi biz uchun natijalarga boy va sermazmun davr bo'ldi. Bu hali boshlanishi. Oldinda esa bizni katta marralar va yangi imkoniyatlar kutmoqda. Biz bilan qoling va doim yangiliklarni kuzatishda davom eting.